Demak, quyidagi trigonometrik misolni ko'rib ketamiz. Ikkita qo'shni yoqlarning markazlari orasidagi masofa 3 ilzosligi deyapti. Demak, kub mana kub deylik shuni. Kubning ikkita qo'shni yoqlarining markazlari. Markaz, demak, yoqi bu kvadratdan iborat bo'ladi. Kvadratning markazi esa diagonallar kesish nuqta, ya'ni mana bu yoq bilan bu yoq qo'shni bo'ladigan bo'lsa yoki bu yoq bilan mana bu yoqni qo'shni deylik. Shuning markazlar orasidagi masofa asosning diagonallar kesish nuqtasi markazi, bu yoqning ham diagonallar kesish nuqtasi markazi. Demak, ana shu ikkita markazni tutashtirsak, 3 ilzoslikki bo'ladi, deyapti. Demak, taxminiy bitta nuqta olaylik. Diagonallar kesish nuqtasi deb. Mana shu ikkita masofani tutashtirsam 3 ilzoslik 2 ga teng degan shartida bor. Xo'p, endi buni bunday asosiga parallel, tomoniga parallel chiziq tushiramiz va bunda ham tomoniga parallel chiziq tushiramiz. Bu yerda to'g'ri burchak, uchburchak paydo bo'lib qoldi. E'tibor beramiz. Mana bu yerda mana 90 gradus. Va mana bu ikkala masofa bir-biriga teng bo'ladi. Mana bu masofamiz bilan bu masofamiz teng bir-biriga. Chunki asoslar kvadratlardan iborat, bir xil kvadratlar. Gipotenuzasi 3 ilzosli bo'lgandan keyin mana bu tomonimiz 3 va 3 bo'lib qoladi. Bu tomon esa yon qirraning yarmisiga teng, shundan qirrasi 6 ligi kelib chiqadi. Va shu kubga tashqi chizilgan shar sirtining yuzi. Kubga tashqi chizilgan shar sirtining yuzi. Demak, kubga shar chizildi deylik. Mana kubga shar chizildi. Mana shunaqa. Kubga shar chizildi. Mana shu shar sirtining yuzi. Demak, bu yerda biz topishimiz kerak bo'lgan eng asosiy narsa bu sharning radiusi. Mana bu uchlarni tutashtirganda radius paydo bo'ladi. Biz o'shani topishimiz kerak. Demak, bu kubning diagonali bo'ladi. Kubning diagonalini topib olamiz avval. Kubning diagonali bilamizki, qirrasi a bo'lsa, a ilzos 3 ga teng. O'shaning uchun 6 ilzos 3 deb ketaveramiz diagonalni. Sharning radiusi esa shuni yarmisiga teng, d taqsim 2 ga teng. Ya'ni 3 ilzos 3. Sirtining yuzi, shar sirtining yuzi 4 pi r kvadrat formula bilan topiladi. 4 pi ko'paygan 27, shunda 108 pi ga teng ekan shar sirtining yuzi. Shunday javob albatta bor. Shunday javob C kalitda. Shu va shunga o'xshash misollarning yechimini o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta bizning Telegram kanaliga obuna bo'ling. Telegram kanalimiz matematika 1997.